Tirmizide rivayet geldi, Abu Hurayra radhiyallahu anh aytadi, "İza intaha", Peygamberimiz aytgan, "İza intaha ahadukum ilal majlis falyusallim, ve iza arada an yaquma falyusallim, falaysatil ula bi ahaq minal akhir." To'g'an, bir majlisga kelib qoldingizmi? Salom aytыңыз. Turib ketib o'tasizmi? Salom aytib ketіңіз. Biz ko'pincha joluqqanda, uchrashganda salom aytamiz. Qo'shtoshganda salom aytmaymiz da. Bo'p tur, shu da bizniki. Anadan chamchasi aytadi, paka. Shunday deb qo'yadi. Misalida. Biroq islomning payg'ambarimizning ta'limi tuğanlar. Joluqqanda da salom aytib, qo'shtoshganda da salom aytib. Assalomu alaykum deb uchrashdik hele. Endi qo'shtoshib o'tamiz. Assalomu alaykum deb ketib o'tamiz da. Mana madaniyat shuda. Shuda savol olib, uchrashganda da savol olib o'tamiz. Qo'shtoshib da savol olib o'tamiz. Jamon bu. Ya. Sen bo'p tur pakasakanga hech qanday savol yo'q. Savol bunaki. Allohning atini aytib, yaxshilik qalab, ya, va'da berib, duo berib, Allohni estetib, uyingga barachida Allohni eslab bor, men de eslab borayin. Ana, savol buna da. Madaniyat buna. Sahabalar ushunchalik ko'p salomdash keladi deydi. Eko salomdashdi da, ketib boratadi, daraq. Bundan o'tib qayra salomdashatganda. Jo'sanan buna turkuk chiqib qoldi, tosh chiqib qoldi, duval chiqib qoldi. Bundan o'tib turgan bo'lib qoldi. O'tib qayra assalomu alaykum deydi. Ko'rdingizmi? Qo'shtoshayotganda da assalomu alaykum. Ushunchalik ko'p salomda aytishadilar. O'shuning uchun ularning yuragida muhabbat kuchlilar. Salomning ichinde Allah, keremet sır var. Alganday suyu. Salamdaşı öyle tursakçı, ortamızda muhabbat küçüyüp ketaveradi. Salam dele aytishkiri. Shayton salam ayttirib aytdi. Akırın aytadi, assalomu alaykum deb. Uğuz aytishlik olmaysin. Assalomu alaykum deb qo'yishlik olmaysin. Aytadotna. Qachon bir majlisga borsalar, salam aytqila. Qayta turgan bo'lsanglar, salam aytqila. Birinchi, ikkinchisidan ortiq emas. Ikkovi teng so'g'i birdey. Joluqqanda salam, qo'shtoshganda salam. Ikkovi so'g'i birdey.